Assalamu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Alhamdulillah, siz yaxshimi? Men o'zgarmoqchi degan qarindoshlarimiz qanday nimalarni tavsiya qilasiz ustoz? Nereden boshlasak bo'ladi? Men o'zgarmoqchi, o'zimni texmi yaxshi olsam bo'ladi yoki farqli bir kishi olsam bo'ladi deydigan yoshlarga 5 xil tavsiya bor. Shu 5 xil ishni qilsa, yoshlar cho'qim o'zgaradi. Bu 5 xil ish bir zanjirga o'xshaydi. Ya'ni birisi-birisiga ulashib keladi, ya'ni birini qilsa, yana birisi taqozo qiladi va shundaqlar bu zanjirga o'xshash o'zgarishninki oldida kishim bo'layotgan 5 xil to'solg'ini ilib tashlaydi. Unda bo'lsa bu 5 xil ish qaysi desanglar, birinchisi biz qanoatlanib qolgan fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zgarishimiz uchun. Masalan, men qilolmayman, men etenmayman, men yaxshi o'qiyamayman, men uni qilolmayman deb boshqalar bizga so'ndirgan va yoki sizlar atrofinglardagi kishilardan anglab, o'zinglar qanoat qilib qolgan fikr bor-ku, o'sha o'zgartirishinglar kerak. Nimaga? Men qila olaman, men etalayman degan bu fikrni o'zgartirishinglar kerak. Ko'p hollarda mayli cho'nglardan bo'lmasin, mayli atrofimizdagi kishilardan bo'lmasin, sizlarga yoshlarga bo'libmi, har xil tamg'alar urilib o'tadi. Sen buni qilolmaysan, sen undoq odam bo'lolmaysan. Agar sizlar men rasmiy o'zgiray, boshqa bir odam bo'lay degan bo'lsanglar, mushu fikrni o'zgartirish kerak. Mushu qanoat qilgan fikringlarni men qila olaman. İtalayman. Belki men anındek ishni qilmaslik mumkin. Ammo Alloh subhanahu va taolo menga boshqa bir iqtidor bergan, men shu iqtidorni taraqqiy qildirib, ya'ni boshqa bir odam bo'la olaman degan bu nuqtaga kelishinglar lozim. Ko'p hollarda ba'zi yoshlar o'zini boshqalarga selishtirib, mush fikr kelib qoladi. Bunda eng chong bir zulm yuz beradi. Qanday desanglar, siz boshqalar bilan o'zingizni selishtirgan vaqtingizda o'zingizning ojiz tarafini va yoki kamtik tarafini boshqalarning kuchli tarafiga selishtirsizda, undan keyin o'zingizga xato bir tomonini qo'yib olasiz. Esingiz bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo har bir odamga o'xshamagan shaklda iqtidor bergan. Siz u odamdek o'shni qila olmasangiz, yana boshqa ishni qila olasiz. Shuning uchun asla o'zingizga xato tam qo'yib olmang va shundaqla xato fikrlarga qanoat qilib qolmang. Shundaqla o'zgarishning birinchi qadami mana shu. Ya'ni o'zinglar qanoat qilib qolgan shu xato fikrdan qutulish. Men qila olaman, men etalayman. Mening bir iqtidorim bor, Alloh subhanahu va taolo bergan. Men mushuni qizib chiqmay degan mushkil qanoatga kelish. Ikkinchisi aloqani o'zgartirish. Ya'ni kishilik munosabatni o'zgartirish. Sizlar o'zgarmoqchi, boshqa bir odam bo'lmoqchi, boshqa bir o'quvchi bo'lmoqchi. Bunda bo'lgan ekan sizlar ilgirki aralashgan, do'stlashgan kishilardan o'zgarishinglar kerak. Sizlar atrofingizda aralashayotgan do'stlaringlarni o'zgartgan vaqtinglarda, ya'ni o'zgarmoqchi bo'lgan kishilarga o'xshash kishilarni tepib, shular bilan aralashgan vaqtinglarda, shular bilan do'stlashgan vaqtinglarda ondan keyin sizlar o'zgara olasizlar. Uchinchi qilib, ko'ngil bildigan ishinglarni o'zgartirishinglar kerak. Masalan, sizlar o'zgarmoqchi, o'zgarishni ilgari sizlar nima ko'ngil bilasizlar? Balkim kino ko'rishga, balkim o'yin o'ynashga, balkim futbol ko'rishga. Hammalar bir qiziqish bor shundaqo, shu qiziqishni o'zgartirish kerak. Bu qanday qilib o'zgartiramiz? Bu baydan degandek, bu zanjirsimon keladi. Birinchi qilib biz fikrimizni o'zgartgandan keyin men o'zgaray deb sizlar o'zgaraydigan va yoki sizlar o'zgarmoqchi bo'lgan kishilarga o'xshash kishilarni deb do'stlashinglar. Shundaqo, sizlar shular bilan do'stlashgandan keyin, aralashgandan keyin shularning nurg'un ishlar sizlarga yo'qidi. Ularning ish harakatlari sizlarga ta'sir qiladi, gap so'zlari ta'sir qiladi. Qiziqqan ishlarmi sizlarga ta'sir qildi-da, sizlarning qiziqishinglarmi ikkinchi qadam bilan o'zgaradi. Demak, ikkinchi qadam uchinchi qadamni keltirib chiqaradi. To'rtinchi qadamda sizlar mahoratinglarni o'zgartirishinglar kerak. Mahorat deganini bilamsizlar? Qobiliyat. Qobiliyat deganini bilamsizlar? Sizlarningki yaxshi qila oladigan bir ishinglar. Har biringlarningki mayli salbiyroq bo'lsin, mayli ijobiy bo'lsin, yaxshi qila oladigan bir ishinglar bor. Bu mahorat deb ataladi. Masalan, sizlar ilgari bir o'yin o'ynashda, telefon o'yin o'ynashda mahoratinglar bo'lib qolsa, bu bir mahorat, ammo bir salbiy mahorat, vaqtni zayi qiladigan bir mahorat, odamni o'qishdan mahrum qiladigan bir mahorat. Endi bu mahoratingni o'zgartirsizlar. Sizlar mushu qobiliyatingizda boshqa bir ishni yetildira olasizlar. O'zingizlarga foydali bo'lgan, jamiyatingizga foydali bo'lgan bir ishni yetildira olasizlar. Mushu mahoratni, ya'ni qobiliyatni o'zingizlar yaxshi qila oladigan bir ishni o'zgartirishinglar kerak. Qanday qilib o'zgartiramiz? 3-qadamni bosgandan keyin. 3-qadam qasitda ko'ngil bilish. Ko'ngil bilish o'zgargandan keyin, qiziqish o'zgargandan keyin, undan keyin sizning qobiliyatingizmi o'zgaraydi. 5-qilib sizlar ulgu qiladigan kishilarni o'zgartirishinglar kerak. Hozir o'ylab boqinglar, sizlar kimga havas qilasizlar? Kimga qiziqsizlar? Kimni o'zingizlar ulgu deb qaraysizlar? Nazariy jihatda. Payg'ambarimiz ulgu deb qaraymiz, sahobalar ulgu deb qaraymiz. Ammo Hazrat Abu Bakrning qancha bolasi bor? Qaysini bilasizlar? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qancha bolasi bor? Ko'pincha yoshlar buni bilmaslik mumkin. Nihoyat afsuslanib bir ish. O'zi musulmon deydi. Bizning ulgimiz payg'ambarimiz deydi, nazariy jihatda. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotidan ko'p xabari yo'q. Sahobalarning hayotidan ko'p xabari yo'q. Ammo Ronaldoning qancha bolasi bor? Messining ahvoli qanday? Degan nagvadi. Hammani bilasizlar. O'zgarmoqchi bo'lgan ekansizlar, mas'ul havas qiladigan, ulgu qilgan kishilarni o'zgartirishinglar kerak. Buni qanday o'zgartirsizlar? Bu 4-qadamdan keyin avtomatik keladi. Ya'ni sizlar qobiliyatingni o'zgartgandan keyin, shu qobiliyatingni, mahoratingni ish qilib, ma'lum ish qilgandan keyin shu sohadagi kishilarni izlashga boshlaysizlar va shu sohadan o'zingizlarga ulgu topasizlar. Demak, shu 5 ishni o'zgartsanglar, sizlar o'zgaraysizlar. Bu 5 ish zanjirga o'xshash, birisi-birisining keyining keladi. Sizlar birinchi qadamni bossanglar, birinchi qadam qaysida? O'zingizlar qanoat qilib qolgan bir fikr, qilinmayman, etenmayman, men yaxshi odam emas, yaxshi bola emas deganga o'xshagan, o'zingizlar qanoat qilib qolgan shu fikrni o'zgartgandan keyin sizlar o'zgarish uchun do'st izlaysizlar. Avtomatik ikkinchi qadam kelasizlar. Sizlar yaxshi do'stlarni izlagandan
bo'lgandan keyin bu yaxshi do'stlarning qiziqishi boshqa bo'ladi. Masalan, ilgirki holatingizda do'stlashgan kishilar va yoki yoshlar sizga to'xtamay uyanning gapini, qanday uyan moda chiqdi, qanday YouTuber hozir dangliq deganga o'xshagan shunday gaplarni qilgan bo'lsa, sizlar keyin men o'zgiray deb do'stlashgan do'stinglar undan bir foydali gaplarni qilishi mumkin. Paloni kitob yangi chiqdi. Bilim haqida gap qilishi mumkin, islom haqida gap qilishi mumkin, sahobalar haqida gap qilishi mumkin. Ondan keyin sizlar ular bilan aralashgandan keyin qobiliyatinglar o'zgaradi. Ya'ni o'zingizga foydali ishlarga markazlisizlar. Ondan keyin sizlar shu qobiliyatni yetildirish jarayonida o'zingizga bir ulgu tiklaysizlar. Demak, bu 5 ish orqa zanjirsimon keladi. Demak, mana bu 5 ishni o'zgarsanglar, sizlar o'zgaralaysizlar degan gap. Shu 5 ishni bugungi kunda o'zgarmoqchi bo'lgan kishilarga va yoshlarga tavsiya qilaman. G'albini qanday tushunamiz? Masalan, Uhud urushida musulmonlar g'alaba qildimi? G'alba masalasida biz musulmonlarning tushunchisida bir kamtuk bo'lgan tushuncha bor. Biz g'alba degan nima desa, cho'qim dushmanni yengib, yer bilan yakson qilib olsak, ondan keyin g'alba deb qaraymiz. Amaliyotda Qur'on Karimda g'albani boshqa tushuntiradi. G'alba degan nima bilamsizlar? Alloh taolo Qur'on Karimda "Intansurulloha yansurukum." Agar siz Allohga yordam bersanglar, Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizga yordam beradi dedi. Endi undan so'ng yordam berish degan nima? Allohning nusrati, g'alba degan nima? Alloh taolo oyatning keyindilam "Va yuthabbit aqdamakum." Qadaminglarni mustahkam qiladi dedi. Alloh subhanahu va taolo bu so'z orqali g'albani tushuntirib qo'ydi. Demak, g'alba degan maydondan chekinmaslik, bel qo'yvatmaslik, mana shu g'alba. Bunun qaragan vaqtimizda Uhud urushida musulmonlar nəhayət ağır tələfatga uchragan haqiqatan. Ammo bu Uhud urushida musulmonlar mag'lub bo'lganmi desa, unda emas. Sahobalar degandek Uhud urushidek musulmonlarga g'alaba taqilgan bir saha yo'q. Uhud urushi bir maktab bu. Askariy jihatda ma'lum nuqtadan qaragan vaqtda mag'lubiyatda ko'rinsimi, ammo strategik jihatdan qaragan vaqtimizda, diniy jihatdan qaragan vaqtimizda, uning ma'naviy tabiatdan qaragan vaqtimizda Uhud urushi cho'ng bir g'alaba. Nima uchun? Birinchi qilib mushriklar Madinani egallaymiz, musulmonlarni yo'q qilamiz deb kelgan shundaqo. Bu maqsadga yetaldimi? Yetanmidi? Demek müşriklar bu yerda g'alaba qilinmadi. Shundaqla sahobalar, hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki o'ldirildi degan xabar tarqatilgandan keyin keniga chekindimi? Yo'q. Chekinmadi. Demak, "Va yuthabbit aqdamakum." Qadamida mustahkam turdimi? Turdi. To'g'ri u yerda nurg'ulon shahid bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ularni shahid bilan musharraf qildi, hurmatli qildi. Ammo musulmonninki e'tiqodida chekinmaganligi, maydondan keyiniga chekinmaganligi, bo'shashmaganligi g'alaba qilganligining o'zi. Agar shu vaqtda sahobalar keyiniga chekingan bo'lsa, bo'shib ketgan bo'lsa, undan keyin bu mag'lubiyat bo'ladi. Shuna bugungi kunimizda aytsak, masalan, G'azada urush to'xtadi-ku. G'azadagi musulmonlar g'alaba qildimi, mag'lub bo'ldimi? Isroiliya G'aza xalqini qanday qilmoqchi edi? Surgun qilib chiqarib olmoqchi edi. G'azani butunlay egallamoqchi edi. Isroiliya bu maqsadga yeta oldimi, yetmadimi? Yetmadi. Endi biz g'albani baytni tushuntirdik. G'alba degan nima? Mustahkam turish. Bu yerdagi urush qilayotgan kishilar, xalq mustahkam turdimi, turmadimi? Turdi. Bel quvvatdimi, bel qo'ymadimi? Bel quvvatmadi. Üstelgi düşmanni akiladi. Unda bo'lsa, bu iymon ko'zidan qaragan vaqtimizda, Qur'on atilg'isidan qaragan vaqtimizda G'azadagi xalq g'alaba qildi. Dushman mag'lub bo'ldi. Uning siyosiy jihatdagi, psixologik jihatdagi, axborot jihatdagi, dunyoga Isroilning abdibashasini iç jihatdagi nurg'ulg'an foydalarini haqida so'zlab bo'lmaymiz. Ammo iymon ko'zidan qaragan vaqtimizda G'azadagi musulmonlarni g'alaba qildi. Ammo ular chekingan bo'lsa, taslim bo'lgan bo'lsa, G'azani Isroil egallab olgan bo'lsa, unda ularni mag'lub bo'ldi deydi. Ammo ular unda bo'lmadi. Shuning uchun bu g'alaba hukmini to'g'ri tushunishimiz kerak. G'alba degan mustahkam turish, bel qo'yatmaslik. Katta mustahkam turish yo'lda shahid o'tkazsimi, u bir g'alba. Fuzdu va robbul Ka'ba. Keyindan xanjar yegan sahobanim dedi, Ka'baning Robbidan qasamki, men g'alba qildim dedi. Shahid bo'ldimi? Bo'ldi. Ammo qanday bo'ldi? G'alba. Kishilik hayotda nurg'un gap so'zlar qilib qolamiz. Ba'zi vaqtlarda insonlarga yarayanmay qolamiz. İnsanlardan gap so'zlardan qanday qutulamiz? Kishilik hayotda boshqalarga yashashning o'zi ham nihoyatda bir xato yashash usuli. Biz Allohga yarash uchun yaratilgan. Shuning uchun harakatimiz shu bo'yicha bo'lishi kerak. Endi men Allohga yarasamlam bo'ldi deb xalqning gumonini qo'zg'aydigan va yoki xato tushunib qolgan ishlarni qilib yursak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Bunu da saqlashimiz kerak. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining ayoli Safiya bilan paralashayotgan vaqtida, shu olam qorong'u vaqtida qashdan sahobalar o'tib ketib edi. Nima dedi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Ey xato gumon qilib qolmanglar, men mening nima ayolim" deb qo'ydi. Demak, biz birinchi bo'lib Allohga yarasamdan bo'ldi degan bu xil iddiada yashashimiz kerak. Shuning bilan birga kishilarni gumonga solib qo'ygan ishlardan yiroq turishimiz kerak. Mushundaq turib, bizga kendimizning kishilar gap qilgan bo'lsa, tuhmat qilgan bo'lsa, har xil so'z qilgan bo'lsa, ular bizning gunohimizni o'ziga og'irlik kelgan, bizga yaxshilik qilgan kishilar bo'lishi mumkin. Chunki bizning kendimizning gap qildimi, so'z qildimi, u bizning gunohimizni o'ziga qanday qiladi? Yuklaydi. Shunga kishilarning so'zining qanday saqlanma degan bu savolningki javobi Musa alayhissalom Alloh taoladan tilagan. Ya Rob, kafi alsinatin nasi anni. Ey Robbim, kishilarning tilini mendan bir saqlasang. Kishilar men haqida bir gap qilmasa degan. Alloh subhanahu va taolo nima deb javob qaytargan? Ya Musa, zalika shay'un lam aktubhu li nafsi. Bu men o'zimgimi yozmagan, o'zimgimi bekitmagan bir ish. Kishilar insonlar to'g'risida emas, biz to'g'risida emas, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqida nurg'un gap qilgan-ku. Sohir degan, kazzab degan, elishib qolgan degan, o'ylab boqinglar, ajoyib ig'ir gaplarni qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqida emas, Alloh subhanahu va taolo haqida ig'ir gap qilgan yahudiylar. Shunda Qur'on Karimda bor bu. Demak, kishilarning gap so'zidan saqlanish
uchun burun o'lsak tugaydi, ammo bugungi kunimizda o'lgan kishilarning keyindan mu gap qilgan kishilar o'tirg'a chiqadi. Shunga bundan mumkin emas. Kishilarning gap qilishi bir insonningki hayot yo'lini o'zgartmaslik kerak va to'g'ri deb qaragan yo'ldan kishilarning gap so'z sababli yanmasligimiz kerak. Biz Allohga arzisaklan bo'ldi, kishilarga arzish, kishilarga yarash bu yetkilolmaydigan bir arzu. Allah seni yaxshi ko'rsa, bütün insanlar seni yaxshi ko'radi deb bir gap bor. Anikin ba'zi insonlar o'zini Alloh yo'lida otib o'tgan, bek taqvo. Ularni ba'zi insonlar yaxshi ko'rmaydi. Buni qanday tushunamiz? Oldin bir insonni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rsa, uni kishilar yaxshi ko'radi degan bu bir hadis. Alloh subhanahu va taolo bir odamni yaxshi ko'rsa, uni qaysi kishilar yaxshi ko'radi? Mu'min kishilar yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi, ammo Abu Jahl yaxshi ko'rmaydi. Sahobalar yaxshi ko'radi. Biz yaxshi ko'ramiz, ammo din dushmanlari yaxshi ko'rmaydi. Shunga buni ayirish kerak. Ikkinchisi kelsak, bir odam shunday taqvo ko'rinadi, Allohga o'zini otib o'tgan, ammo kishilar tarafidan yaxshi ko'rilmaydi. Endi bir odamning taqvo ko'rishi haqiqiy taqvoligini bildiramdi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan yaxshi ko'rilganligini bildiramdi, uni biz bilmaymiz. Bir odamningki taqvo ekanligi u o'zi bilan Robbining o'tirisidagi bir ish. Shundaqla bu yaxshi ko'rish, hadisda deyilgan yaxshi ko'rilish boshqalar tarafidan bu mutlaq emas. Ya'ni hamma odam tarafidan deyilgan gap emas. Masalan, bugungi kunimizda eng yaxshi ko'rgan insonlar bor. Kim? Mujohidlar. Ammo buni ko'pincha kishilar yomon ko'radi. Bu shunga o'xshagan. Ammo shu aniqki hadisda deyilgani bo'yicha bir odamni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rsa, uni kishilar yaxshi ko'radi. Amaliyotda buningki jamiyatda nurg'ulg'an misollarni ko'ra olamiz. Masalan, jamiyatda bir qism kishilar bor, nayt taqvo, bizga taqvo ko'rinadi. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo nazarida taqvo bo'lgach, qimikin ko'zimizga nayt issiq ko'rinadi. Kishilar tarafidan yaxshi ko'riladi. Bu nayt bir aniq bir masala. Ammo bir odamningki taqvo ko'rganligining o'zi ham chuqum u odamningki Allohning nazarida taqvo ekanligi va shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki yaxshi ko'rishga erishganligininki isboti emas. Ammo bir odamningki taqvo bir odamning yer yuzida yaxshi ko'rilganligi u odamninki Alloh subhanahu va taolo tarafidan yaxshi ko'rganligininki isboti bo'lishi mumkin. Avya mujohid degan so'z qanday odamni mujohid deymiz? Hozirgi nimamizda mujohidlar sal salbiy baho berildi. Qanday odamni haqiqiy mujohid deyamiz? Jihad hukmi kengdarlik bir hukm. Buning umumiy bir ma'nosi bor, xususiy bir ma'nosi bor. Umumiy ma'nosi qaysi desanglar, Alloh yo'lida tirishchilik ko'rsatgan, dinni saqlash uchun bo'lsin va pulusi bilan dinni himoya qilish uchun bo'lsin, so'zi bilan dinni yetkazish orqali bo'lsin. Mush Alloh yo'lida tirishchilik ko'rsatgan har bir musulmon mujohid. Bu umumiy ma'nodagi bir mujohid. Masalan, men Alloh yo'lida bir o'qiyman dedimi, bir o'quvchi, o bir mujohid. Masalan, birisi men oilamni boshqalarga muhtoj qilmayman deb tirishchilik ko'rsatdimi, mush niyat bilan o bir mujohid. Va shundaqla yoshlar men o'zimni gunohdan saqlayman, haromdan saqlayman deb tirishchilik ko'rsatdimi, o bir mujohid. Nimishqa? Chunki u shayton bilan kurash qildi, nafs bilan kurash qildi. Ma'u jihatning va shundaqla mujohidning umumiy ma'nosi. Mujohidning xususiy ma'nosi bo'lsa, Alloh yo'lida zulm qarshi qurol ko'tarib jihad qilgan kishi u mujohid. Va shundaqla buning tayyorligini qilgan kishi u bir mujohid bo'ladi. Demak, mujohidning mana shu umumiy va xususiy ikki xil ma'nosi. Shunga bugungi kunimizda mayli yoshlar bo'lsin, mayli boylar bo'lsin, mayli diniy olimlar bo'lsin, har bir odamningki umumiy ma'nodagi mujohid bo'lish usti bor. Hozirgi zamonimizda mujohidlarga musulmonlar, akin butun dunyo salbiy bir obrazlar bilan qaraydi. Buning sababi nima? Xususiy ma'nodagi mujohidlarga, ya'ni zulm qarshi kurash qilayotgan mujohidlar qarata butun dunyo emas, balkim dunyodagi ko'p qism insonlar bo'lishi mumkin. Ammo musulmonlar ichidagi bir qism insonlar salbiy qarashli qaraydi. Buningki nurg'un omillar va ichki, tashqi omillar bor. Masalan, sirqiy omillarni aytsak, ma dinimizdagi dushmani bor. To'xtamay dinimizni xunuklashtirish, dinimizni vayron qilish uchun har xil vositalarni qo'llanib, tashviqot vositasini qo'llanib dinimizni sat ko'rsatishga tirishayotgan, buningga nurg'ulg'an pullarni xarjlaydigan din dushmanlari bor. Shu din dushmanlari mujohidlarning obrazini har xil vositalar bilan musulmonlarga sat ko'rsatib, musulmonlarning nazarida mujohidlarning obrazini xunuklashtirish natijasida shunday bir ahvol kelib chiqadi. Buningga yondash shaklda ichki jihatga bir omillar. O qaysi desanglar, hamda mujohidlar yaqinqi davrimizda har xil gruppalarga bo'lindi va buning ichidan haddidan eshib ketgan, islom qo'ygan chekni eshib ketgan bir bo'lik kishilar o'tirg'a chiqdi. Masalan, Xavarij ideyasiga, masalan, Daishlar deymiz va shunga o'xshagan har xil gruppalar o'tirg'a chiqdi. O'tirg'a chiqqandan keyin bular islomga loyiq bo'lmagan, islom qo'ygan siziqni eshib ketib, nurg'ulg'an ishlarni qilgandan keyin umumiy xalq va shundaqla dunyo va shundaqla bir qism musulmonlarning nazarida mujohid degan shundaq o'xshaydi degan ongni shakllantirdi. Endi o'zimizning millatining ichiga qaytib kelsak, bizning millatimizning ichida bu mujohidlar qarata, ya'ni xususiy ma'nodagi mujohidlar qarata ba'zi bir salbiy ko'z qarashlar bor. Bu kundan kunga yuriyotdi. Chunki atrofimizda bo'layotgan ishlar buni texim echib biryotdi. Ya'ni haqiqiy mujohidlarningki undaq bir axborot vositalari xunuklashtirganda kishilar emasligini echib biryotdi. Endi bizning Uyg'urlarningki salbiy qarashning natijasi biz yuqorida o'tgan omillarga qo'shib, bizning vatanimizdagi Xitoylar mujohidlarni sat ko'rsatish uchun turli vositalarni qo'llanmoqlik, vatan ichidan tortib har xil tashviqot vositalarini qo'llangandan keyin sodda kishilar bu tashviqotga oldinib, mushular jim o'tirgan bo'lsa, mushkun
qolmaydiq degan iddia kelib qilganlar. Amaliyotda Xitoyning maqsadi shu edi. Eng asosli nima desanglar, uzun mezgil Xitoy ma'rifi tarbiyalangan, kallasi yulib ketgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ziyoli atliq kishilarmi mush sanamga o'xshash dasidi. Xitoy bizning qahramonlarimizni bizga terrorchi ko'rsatgan bo'lsa, chet elga chiqqan ma'lum ziyolilarimiz, qo'shtirnoq ichidagi ma'lum ziyolilarimiz o qahramonlarga Xitoyning ko'zi bilan qarab terrorchilar va yoki bular bizning mush kunga qilib qilishimizga sababchi degan iddia keraklik va shundaqla bu iddiyani tap tartmasdan o'tirg'i elib chiqganlar. Mana shundaq tashviqotlar sababli bizningki Uyg'ur musulmonlarining ba'zisining ko'z qarashida mujohidlar qarshi salbiy ko'z qarash bor. Amaliyotda bir musulmonga nisbatan mujohid degan nima desa, u zulm qarshi kurash qiluvchi. Zulm qarshi zulmni to'xtatish uchun, mazlum zaminni qutuldirish uchun kurash qiluvchi bu mujohid. Mujohid dushmanning ko'ziga qadalgan mix bo'g'achqa, dushmanning butun maqsadi mujohidni xunuklashtirib, u mujohidni xalqdan ayirib, yetim qoldirib, yo'qotishni maqsad qilish uchun bütün kuchini mujohidni xunuklashtirishga markazlashtiradi. Shuning uchun buning qarta musulmonlar, bo'lib biz Uyg'ur musulmonlari sezgi bo'lishimiz kerak, sagak bo'lishimiz kerak. Biz mujohidning kim ekanligini bizning kitobimiz Qur'ondan va hadisdan bilamiz. Ma'lum bir shaxsning xatoligi va yoki ma'lum bir to'pning xatoligi sababli mujohidlarning obrazini xunuklashtirishga yo'l qo'ymasligimiz va bunga ishonmasligimiz kerak. Chunki har bir sohaning xato qilganlar bor, ammo u sohadagi ma'lum shaxsning xato qilganligi u sohaningki xato ekanligini bilmaydi. Masalan, deylik, tijoratchilarning ichida qo'ymichilar bormi yo'qmi? Boshqalarni aldaydiganlar bormi yo'qmi? Bor. Hamda tijoratchi degan eski odamdir. Unda emas. Shundaqla mujohid degan zulm qarshi kurash qiluvchi, zulmni mudofaa qiluvchi. Ammo mujohid deb o'zini atib olgan ba'zi kishilar ba'zi xato ishni qilmadimi? Qildi. U o'ziga. Bu sababli mujohidlarning obrazi xunuklashmaydi va shundaqla mujohidlar eski odam bo'lmaydi. Xulosa aytgan vaqtimizda biz o'zimizning qahramonlarimizga, mujohidlarimizga o'zimizning ko'z bilan qarashimiz kerak. Hargizmi Xitoy bizga taqab qo'ygan ko'zoynak bilan ularga qaramasligimiz kerak.